Murodjon aka, bu yerda ikkita torf bor ekan, mana ikki xil torf. Buni dehqonlar so'rashyapti, qaysi biri yaxshi? Buni bir sifatini bir tekshirish mumkinmi? Bir O'zingizga buni bir kesib beramiz. Mana bu mana. rossiyskimi bu? Rossiyski, ichida pelletlari bor. Bu-chi? Bu ham rossiyski. Bu ham rossiyski. Lekin nimasi yo'q ekan bunda? Pelleti yo'q. Pelleti yo'q. Bu sal quruqroq ekan, buni sal ho'lroq ekan, a? Mana bu. Lekin baribir suv quyiladi, boshqa qilib namlanqiladi, nam Mana qilinadi. bu qop-qora, mana bunda. Sal rangi ochiqroq. O'zlari bahoda beradi. Hanım opa. Mana o torfda qaysi biri yaxshi? Qaysi biri ma'qul? Battar? Mana bu yaxshi emasmi? Zang bor liniyasi. Mana ichida oqi bori yaxshi, ha? Ha, o'sha oqi bor yaxshi. Ha. Mana ishchilar ham aytishyaptiki, mana bunisi yaxshi, hamshirasi bor deyapti. Bu cho'ta. Baribir namlanadi-ku bu. Ha, namlanadi, qandaydir ishchilarimizga ma'qul bo'lyapti.